ikkinchi qism qilib keyin YouTube'ga qo'yib qo'yamiz. Bugun urush haqidagi mavzuni yakunlab yana bir marta aytamanki, Anora Sodiqova demak singlimizni video haligisini qo'ydik. O'z diplomati o'zida demak bu ijobiy ishlari yaxshi, o'zbeklarni ogohlantirishimiz kerak. Toki Rossiyadagi o'zbeklar ham ko'rona urushga borish uchun Rossiyani dogovorlariga qo'l qo'ymasinlar. O'zlaringizni olib qochinglar. Hozir yosh bola emassizlar. Hammalaringiz aqlli odamsizlar. Urushga borish bu mutlaqo mumkin emas. O'zbekiston qonunlari bilan taqiqlangan. O'zbeklar aqlini yig'ib ko'zini ochish kerak. Urushga borishga haqqingiz yo'q. Bormang, yolg'on gaplarga ishonmang. 10 ming, 20 ming dollar beramiz dedi. Hozir aytishyapti, bir tim bermay urushga jo'natar ekan. Pul beramiz deb aldaydi, bera olmayapti pul. Yo'q pul Amerikada. Nimada? Rossiyada pul yo'q o'zi. Qayerdan pul beradi sizga? Shuning uchun yana bir marta bu efirda qo'yar ekanmiz. Demak, Anora Sodiqovaga minnatdorchilik bildiramiz va bunaqangi urushga borish siyosatini hech kim targ'ib etmasin. O'zbeklar Rossiya uchun hech qachon urushga kirmasligi kerak. Ukraina uchun ham, Rossiya uchun ham mumkin emas. Bizning jinoyat qonunlarimiz bunga yo'l qo'ymaydi. Shuning uchun buni esdan chiqarmanglar va biz hamisha O'zbekiston fuqarolarini ogohlantirishimiz kerak. Demak, bugun aziz vatandoshlar, Isroilcha hozir tugataman efirda, faqat mana shuni ikkinchi qismi qilib YouTube'ga qo'yasiz. Bugun taniqli jurnalist, shoira Hamro degan singlimiz Raubayeva ekan familiyalar, biz shuni shoira Hamro deb bilamiz. Tavallud kunlari mana bu singlimizni bilasizlar. Mana demak bu singlimiz demak nimada Navoiy viloyat hokimini maslahatchisi va matbuot xizmati rahbari shoira Hamro juda faol ishtirok etyapti O'zbekiston ijtimoiy siyosiy hayotida. Bu nimada Navoiyda Normat Tursunov Toshkent shahar soliq idorasining rahbarligidan Navoiy viloyat hokimi etib tayinlanganidan buyon Navoiyda juda katta ishlarni, yaxshi ishlarni amalga oshiryapti. Keyinchalik u kishi shoira Hamroni Toshkentdan chaqirib oldi o'ziga maslahatchi va matbuot xizmatiga rahbar qilib. Shoira juda yaxshi faoliyat olib boryapti. Bu singlimizni bugungi tavallud kuni bilan tabriklaymiz. Shoira Hamro tufayli Navoiy viloyatida Normat Tursunov rahbarligida prezident g'oyalarini Navoiy viloyatida hayotga tatbiq etish borasida olib borilayotgan ulug'vor vazifalarni butun o'zbek xalqi, butun dunyodagi o'zbeklar bilib borayotganligining asosiy sababi bu shoira Hamro o'z kasbiga juda nima bilan muhabbat bilan yondashadi, o'zini faoliyatini halol va vijdonan olib boradi. Navoiy viloyatida shoira Hamro qilayotgan ezgu ishlar hurmatga va e'tiborga loyiq. Men singlimizni bugungi tavallud kuni bilan chin yurakdan tabriklayman. Bu kishini Navoiy viloyati hokimining maslahatchisi va matbuot xizmati rahbari sifatida olib borayotgan faoliyatiga omad va baxt, saodat tilab qolaman. Dasturimiz davom etadi. Demak, Isroiljon, dasturimizda endi biz asosiy aytadigan yana jiddiy gaplar bo'lsa aytamiz, bo'lmasa qolgan gaplarni keyingi dasturlarda qoldiramiz. Men sizlarga mayli bu nimani she'rini ham keyingi YouTube biz bilan birga bo'lganda o'qib beraman. Masalan, Guljamol Asqarovani juda yaxshi she'rlari bor. Masalan, keling bitta she'rini o'qib beraman. Guljamol Asqarova juda yaxshi shoira. Sahnada tirjayaverib charchagan klovnessaga o'xshayman. Tabassumimga ishonmang. Kitobimni keltirib dastxat yozib bering degan chiroyli muxlisamga javoban kitobimni abadiyat urnasiga, ya'ni musir korzinkasiga otib yuborgim kelayotganini aytolmayman. Klovnessamanda xotirasini tiklashga urinayotgan Alzheimerga chalingan shoir ayolga emas, xotirasini o'chirishni istayotgan unutolmaslik kasaliga chalingan ma'shuqaga o'xshayman. Xastamanda. Kimman, kim bo'lishini istayman, bilmayman.
she'rlarimda yashamoqchi bo'laman. Klovundan shoir chiqarmidi? Baribir she'rlarimda yig'layman, kulaman, ingranaman, quvonaman, hislanaman, avjlanaman. Bari yolg'izlikning inomi deyman o'zimga, raqsga tushaman o'zim bilan. Sotsial, maishiy hayotimdagi achinarli, kulguli, primitiv holatlardan maydalanmaslik uchun qattiq pushaymon. Pul ishlayman, pul bo'g'zimdagi toshni yutvorishim kerak. Zavq, shavq ichra uchishim kerak. Ha, parvoz kerak menga. Kulmoqchi bo'laman. Chiroyli tabassum quyuq qayg'uning inikosidir. Kulaman, onamni izlayman. Mozordan emas, uyimdan, ichimdan, xotiralarimning bugunidan topaman. U hayot ekanida uni azoblamaslik uchun aytishni istamagan gapimni aytaman. Aya, baxtsizman juda. Hammasi yolg'izlikdan, kimsasizlikdan bo'lsa kerak deyman. U atrofimda odam ko'pligi yodimga tushadi. Mayli, izlaganimda topolmasam ham ular bor-ku. Sahnada tirjayaverib, sahna ortida yig'layverib o'tib ketayotgan aktrisaman. Menga ishonmang. Bu dahshat she'r bu. Agar tushungan bo'lsanglar, hayot, yashashim yolg'onlardan iborat. Aksariyat odamlar o'zini yolg'ondan men baxtliman deb yuradi. Yo'q. Aktrisa, aktyormiz hammamiz, aksariyatimiz. Bu nima deyapti bu? Qarang, onasi hozirki o'lgan. Mozordan emas, men sizda hozir o'zimni ichimdan izlashga harakat qilaman deydi. Lekin onasi tirikligida aytolmagan gapini oyasi o'lganidan keyin aytayapti. Qarang, onamni izlayman, mozordan emas, uyimdan, ichimdan, xotiralarimning bugunidan topaman. U hayot ekanida uni xafa qilmaslik uchun aytishni istamagan gapimni aytaman. Aya, baxtsizman juda. Bu turmushi bo'lmagan juda ko'plab ayollarni mana shu dardini olib chiqqan Guljamol. Ular hammaga jilmayadi, tirjayadi, chiroyli kiyinib yuradi. Hammaning nazarida baxtliday tutadi o'zini, lekin aslida ular uyga borib yostiqlarga, sovuq yostiqlarga yuzini bosib, yum yig'lashini hech kim bilmaydi. Bu qiz ana shu fojiani ochib tashlagan. Onasi tirikligida aytolmagan aya, baxtsizman juda degan gapni o'lganidan keyin bizga aytayapti. O'quvchilariga aytayapti. Bu juda ko'plab o'zbek shoiralarining, juda ko'plab o'zbek ayollarining eridan ajragan, turmushi bo'lmagan, lekin hammaga kulib qarab, yaxshiman deb yolg'ondan, aslida yaxshi emas, dardi ko'p yurgan bir ayollarni obrazini shunday ko'z oldimizga keltirib qo'yadiki, dahshatga tushasiz. Halima Xudoyberdiyevaning eng sadoqatli shogirdlaridan biri, balkim yagona suyukli shogirdi Guljamol Asqarova. Men bu qizni Halima opani uyida ko'p ko'rardim. Qarang, qanday ochilib bu gaplarni men ochib gapiryapman, Qashqadaryo chaqilib. Lekin bu qizni she'rini o'qib berdim. Bir qarasda hech bola tushunmaysiz. Aktrisaman deyapti bu. Nimaga bunaqa deyapti deb o'ylab hayron qolasiz. Lekin she'rni ichida yoshiringan fojiani anglab yetdingizmi? Isroiljon, bu she'rni oltin fondimizga qo'shib qo'ying. Bu juda go'zal she'r. Yana bitta she'ri bor. Guljamol Asqarovani, ayollik. Ayolman, yashagim kelar har nafas. Bi zanjir, bi kishan, bi g'ul, bi qafas. Shunday qizlar bor, chiroyli qiz erga tekkandan keyin qafasga tushib qoladi. Eri ablah, manfur bir kimsa uni qafasda ushlaydi. Bu ayol aytayapti, Guljamol, man u chiroyli qiz, lekin man yashagim keladi har nafas. Bi zanjir, bi kishan, bi qafas. Ya'ni hech qaysi er mani, sen manikisan deb o'ziniki qilib mani erkimni cheklamaslik kerak. Men unikiman, lekin man erkin, ozod yashashim kerak. Har bir ayol shuni orzu qiladi, lekin 90% ayol buni xayolida
haligi qilib qizligi bilan xayrlashib, onalarini har ko'rganda yig'lab, quchoqlab, o'sha erdi badbin, xudbin, ablah bir yigitni iflos tuyg'ularni qurboni bo'lib, o'zini qizligi bilan, yoshligi bilan, ota ona uyi bilan xayrlashib, 4 ta bola yo 5 ta yo 2 ta bola ko'rib, shu muttaham bir erkakni nimasiga bo'ysunib, bir umr yashashga mahkum etiladigan qizlar qancha. Men yosh qizlarimizga, hali turmushga chiqmagan qizlarga hushyor bo'linglar, onalaringizni bilinglar va erga tegish, baxtli bo'lish bu oson deb o'ylamanglar. Yaxshi yigitga tushsangiz Xudoga shukr qiling. Qaynotangiz, qaynanangiz sizni Buxoro pedinistini o'qiyotganini bilib, kelinni o'qitamiz deydi, ulanmasa orzu qiladi, va'da qiladi, lekin erga tekkandan keyin yig'ishtir o'qishini. Mehmonlar kelyapti, tez kuxnaga kir, sivolish, taxla stolni deydi. Avval yaxshi gapiradi, keyin sanlaydi, so'kadi, bu tez deydi. Padaringga la'nat degan gapni aytadi. Qaynona yo qaynota yo kuyov, ana shunda qiz bola qanday holga tushadi? Onasi shunday chiroyli qilib tarbiyalab, bu muttaham oilaga ularda yolg'on gaplarga ishonib bersa, Buxoro pedinistini bitiradi, ishlataman deganlar muttahamlar bu qizginani pedinisti bitirmay turib, mehmonlar keladi, pol yuvdirib, kir yuvdirib, iflos haligi tuyg'ularni, xudbin tuyg'ulariga asira qilib, gulday bir qizginani kelinligini sarobga aylantiradigan oilalar juda ko'p. Men erga tegish arafasida turgan hamma qizlarni ogohlantiraman. Birinchidan erga tegishga shoshmang. Ikkinchidan yigitni va oilasini yaxshilab o'rganing. Ertasiz boradigan xonadonda men aytadigan fojialar sodir bo'lmasligi uchun aqli hushingizni yig'ib keyin erga teging. Demak, biz Guljamol Asqarovaning she'rlarini o'qiyamiz. Ayollik, ayolman, yashagim kelar har nafas, bi zanjir, bi kishan, bi g'ul, bi qafas. Nigohlar qamali, hislar zaptida, lablar hovurida, qo'llar taftida. Tunning og'ushiga kirgan to'lin oy uyalib, yashirinib sochganday chiroy, yomg'ir topishgandik, yaproqlar bilan vujud tutashgandik, titroqlar bilan tegib tegmasidan sog'inchning labi, sochdan tirnoq kadar o't ketgan kabi, sensiz yasholmayman degan so'z uchun ko'zlarga cho'g' sochgan olov, ko'z uchun parchalab aqlning qafaslarini tuygandik, ixtiros nafaslarini harir kuylagingdan taralgan ifor, jami olamlarga yoygandik bahor, sezganda yoringning qadamlarini, jilmayib yoqqandik ishq shamlarini, rashk bilan joningni qo'yib qasma-qas ishqning sharobidan behush, sarxush, mas aylonalar tushib divonalarcha, keyin ters o'girilib begonalarcha do'zax olovini yutganing kabi, so'ng yana o'shani kutganing kabi, 70 ming tomiring har bir hujayrang visol onlarida sochgandek jarang, sochlaring ifori taralganidek, odam o'g'li sen uchun yaralganidek, olovli qo'llari quchgani kabi, uchganing kabi, shu qadar shiddatli shavqlarni yasha, sevgi-yu ixtiros zavqlarni yasha, telba qil ishqingda sokin daryoni, yoqsa ixtirosing yoqsin dunyoni. Ayolsan, yashashing kerak har nafas, bekishan, bezanjir, beg'ul, beqafas. Unutma ohangdek taralganingni va faqat baxt uchun yaralganingni. Guljamol Asqarova. Bu she'rni tarjima qilib, bu she'rni tushuntirib bo'lmaydi. Bu ishq muhabbat osmonida
yaxshi ko'rgan yigiti bilan birga bo'lganda osmonlarga uchib ketish holatlarini shunday ta'riflaganki, buni o'sha holatlarni boshidan kechirgan qizlar va yigitlar yaxshi anglashadi. Bularni shunday she'rlar bo'ladi, ba'zan tarjima qilib bo'lmaydi. Tarjima qilishga uyalasan kishi. Lekin hayotni, ishq va muhabbatni, qiz bilan yigitning ishqiy munosabatlarini mana shunday go'zal bir tuyg'ularda, go'zal bir satrlarda yozish ham mumkin ekan-ku. Halima Xudoyberdiyeva darajasiga chiqqan she'r mana shu she'r. Buni hozir meni efirimdan keyin yaxshilab meni gaplarimni, meni so'zlarimni eshitib o'zingiz o'qib ko'ring. Shunda his qilib tushunasiz, ko'z oldingizda paydo bo'laveradi. Yigit bilan qizlar birga bo'lgandagi osmonlarga uchib ketish holatlari qay darajada go'zal ta'riflangan. Demak, bugungi dasturda mana shu yerda tugatamiz. Isroiljon, mana shu ikkinchi qism qilib YouTube'ga buni qo'yib qo'yasiz. Demak, bugungi dasturimizda men juda boshqa yana ko'p ajoyib she'rlar va suhbatlarim bor edi. Mayli, nachora, eng muhimi asosiy nima qildik? Asosiy nima qoldi? Faqat uni ham qilishimiz kerak. Bo'lmasa to'xtang. Biz Sirdaryodagi davlat xavfsizlik xizmatini nimasini tugatmadik. Uni ham tugatishimiz kerak. Keling, bir yo'laki uni ham tugatib qo'yaylik. Bu nimamiz qolib ketmasin, ikkinchi haligi bo'lib qoladi. Demak, davlat xavfsizlik xizmatining Sirdaryoda hibsga olgan holatlari haqidagi xabarni ham bir og'iz aytib o'taylik. Bo'lmasa qolib ketmasin. Keling, shuni ham juda go'zal she'r ekan. Vafshe Guljamol Asqarovani bu she'rlari uchun u kishiga minnatdorchilik bildiramiz va u kishini ruhini ko'tarishimiz kerak. Siz yolg'iz emassiz. Siz juda yaxshi shoirasiz. Hali baxtli bo'lasiz, singlim, deb biz unga yaxshi munosabatda bo'lishimiz kerak bo'ladi. Demak, aziz vatandoshlar, xo'p, Navoiyda 104 milliard so'mlik noqonuniy kripto aktiv aylanmasi bilan shug'ullanganlar hibsga olindi. Ular One Payments va P2 P-Trade ilovalari orqali o'zga shaxslarga tegishli bank kartalarini ulab, kriptovalyutani pulga ayirib boshlashgan. Hozirda holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv olib borilmoqda. Men butun mana muxlislarimni ogohlantiraman. Navoiyda 104 milliard so'mlik noqonuniy kripto aktiv aylanmasi bilan shug'ullanganlar ushlangan bo'lsa, sizlar ham ushlanasizlar, qo'lga tushasizlar, shor bo'linglar. Umuman qimorga kirishmanglar. Davlat xavfsizlik xizmatining Xovos tumanida hokim o'rinbosari va Karmanada hokim yordamchisi pora bilan hibsga olinganlar haqidagi xabarga o'tamiz. Karmanada hokim yordamchisi M37 avtomobil yo'li yoqasidagi yer maydonini fuqaro nomiga rasmiylashtirib berish evaziga 100 million so'm talab qilgan. Bu demak korrupsiyaga qarshi kurashish yo'nalishida davlat xavfsizlik xizmati organlari tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida hokimiyat tizimidagi noqonuniy holatlarga chek qo'yildi. Xususan, Sirdaryo viloyati Xovos tuman hokimi o'rinbosari hamda viloyat investitsiyalar, sanoat va savdo boshqarmasining tuman bo'limi mutaxassisi o'zaro til biriktirib, noqonuniy boylik orttirishni maqsad qilishadi. Ular tasarrufida 452 gektar yer maydoni bo'lgan chorvachilikka ixtisoslashgan fermer xo'jalikni kelgusi yil sholi yetishtirish taqsimotiga kiritish, eksport rejasi bajarilganligini tasdiqlash, taqsimotsiz sholi yetishtirgan holatiga nisbatan chora ko'rmaslik, shuningdek go'yoki davlat xavfsizlik xizmati tomonidan tumandagi fermer xo'jaliklari faoliyati bo'yicha o'tkazilayotgan tekshiruvda uni himoya qilish evaziga xo'jalik rahbaridan joriy yilning iyun oyida 10 ming AQSh dollari olishadi. Keyinroq esa hokim o'rinbosari yer maydonini davlat zaxirasiga olib qo'yish va fermer xo'jalik rahbariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'attirish bilan tahdid qilib, qo'shimcha 20 ming AQSh dollari talab qiladi. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan prokuratura organlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda hokim o'rinbosari o'zining hamtovog'i bo'lgan mutaxassis orqali so'ralgan pul mablag'idan 10 ming AQSh dollarini olgan vaqtida ularning noqonuniy harakatlariga chek qo'yildi. Hozirda hokim o'rinbosari hamda viloyat investitsiyalar, sanoat va savdo boshqarmasining tuman bo'limi mutaxassisiga nisbatan Jinoyat kodeksining 165-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi.
Navoiy viloyatida kuzatilgan holatda esa Karmana tumanidagi mahalla fuqarolar yig'inlaridan birida tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalariga mas'ul bo'lgan hokim yordamchisi noqonuniy ravishda 40 million so'm olgan vaqtida Davlat xavfsizlik xizmati hamda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Aniqlanishicha, hokim yordamchisi xizmat mavqeyidan foydalangan holda o'zganing ishonchiga kirib, 2024-yilda boshqa bir fuqaroga ijaraga berilgan M37 avtomobil yo'li yoqasidagi 12 kvadrat metr maydonini uni nomiga rasmiylashtirib berish evaziga 100 million so'm talab qilgan. Hozirda hokim yordamchisiga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Demak, aziz vatandoshlar, mana Davlat xavfsizlik xizmatining videosini qo'ydik. Demak, poraxo'rlikka qarshi, korrupsiyaga qarshi prezidentimiz topshirig'i asosida Davlat xavfsizlik xizmati, prokuratura, tergov organlari bilan shafqatsiz suratda kurash olib borayotganini biz har kungi efirlarda qo'yib boryapmiz. Hushyor bo'linglar. Ota-onalaringizni, mahalla ko'y, tanish bilish, qarindosh urug'larni ogohlantiringlar. Poraxo'rlikka yo'l qo'yilmasligi uchun hammamiz, faqat xavfsizlik emas, hammamiz bir yoqadan bosh chiqarib kurash olib borishimiz kerak. Men jurnalist sifatida mana shu videolar tarqatishim, sizlar o'z kasblaringizdan kelib chiqib, hamma joyda mana shu haqda gapirishimiz, odamlarni hushyorlikka chorlashimiz kerak bo'ladi. Namanganlik hakamlik sudyasi, Farg'ona veterinariya boshqarmasi bosh mutaxassisi va boshliq o'rinbosari, Toshkent shahar kanallaridan foydalanish boshqarmasining 2 nafar bo'lim boshlig'ini Davlat xavfsizlik xizmati hibsga olgani haqida yana bir video. Mamlakatimizda barcha sohalarni korrupsiyadan xoli bo'lishiga alohida e'tibor qaratilib, bu borada zarur chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ammo sholi kurmaksiz bo'lmaganidek, xizmat mavqeyidan shaxsiy maqsadlarda foydalanish holatlari afsuski hali hamon uchrab turibdi. Jumladan, O'zbekiston xalqaro arbitraj va hakamlik sudlarini rivojlantirish jamoat fondi huzuridagi doimiy faoliyat ko'rsatuvchi Namangan viloyat hakamlik sudi sudyasi Chust tumanida yashovchi shaxsga mazkur tumanning Mustaqillik mahalla fuqarolar yig'inidagi 6 sotix yer maydonida joylashgan, qurilishi tugallanmagan, bahsli noturar binoga egalik huquqini beruvchi hal qiluv qarorini chiqarib berish evaziga 3200 AQSh dollari talab qiladi. Davlat xavfsizlik xizmati va Bosh prokuratura huzuridagi departament xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda hakamlik sudi sudyasi ushbu pul mablag'ini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Hamkorlikda o'tkazilgan boshqa tezkor tadbirda esa Farg'ona viloyati veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish boshqarmasi bosh mutaxassisi O'zbekiston tumanidagi chorvachilik bilan shug'ullanuvchi fermer xo'jaligining naslchilik toifasiga o'tkazilganligi to'g'risida guvohnoma rasmiylashtirib berganligi evaziga mazkur xo'jalikning ish boshqaruvchisidan 500 AQSh dollari olgan vaqtida ushlandi. Dastlabki surishtiruv tadbirlari davomida bosh mutaxassis ushbu pul mablag'ini viloyat veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosariga berishi kerakligi ma'lum bo'lib, tezkor tadbir davom ettirildi va mazkur mansabdor shaxs 300 AQSh dollarini olgan vaqtida ushlandi. Samarqand viloyatida kuzatilgan holatda Pastdarg'om tumanida buxgalteriya xizmatlari ko'rsatish faoliyati bilan shug'ullanuvchi mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari 2 nafar fuqaroni ishonchiga kirib, ularni o'zi buxgalteriya ishini olib borayotgan korxonalarning go'yoki ishchi xodimi bo'lganliklari haqida soxta ma'lumotlar kiritish orqali ish stajlarini ko'paytirib, har biriga 2,5 million so'mdan pensiya tayinlanishini Inson ijtimoiy xizmatlar markazi Pastdarg'om tuman bo'limi xodimi bilan hal qilib, nafaqaga chiqarib berish evaziga 2000 AQSh dollari talab qiladi. Davlat xavfsizlik xizmati hamda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari tomonidan o'tkazilgan tadbirda mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari kelishilgan puldan 1900 AQSh dollarini olgan vaqtida ushlandi. Bu kabi qonun buzilishi poytaxtimizda ham qayd etilib, xususan Toshkent shahar kanallaridan foydalanish va ularga tutash hududlarni obodonlashtirish boshqarmasining 2 nafar bo'lim boshlig'i o'z xizmat mavqelaridan foydalangan holda qurilish firmasi tomonidan Bo'zsuv kanali hududiga to'kilgan chiqindi tuproqlar uchun 60 million so'm miqdorida jarima qo'llanilishi yuzasidan dalolatnoma rasmiylashtirmaslik va kelgusida rahnamolik qilish evaziga ta'magirlik yo'li bilan 30 million so'm olgan vaqtlarida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Hozirda mazkur shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.
Demak, Isroiljon, bu videolarni ertaga ham efirga qo'yamiz, chunki bugungi efirimiz faqat Facebookda ko'rilyapti. Biz YouTube'da bugun qayta qo'shishga, chunki yana odamlarni yig'ishga biz vaqtimiz yo'q edi. Ertaga bu videolar juda yaxshi videolar. Bularni erta ham, indin ham hali ko'p targ'ib qilishimiz kerak bo'ladi. Demak, aziz vatandoshlar, Facebookdagi, boyagi YouTube'dagi nimalarni familiyalar bo'lsa tashlang Isroiljon. Demak, YouTube'da bizni ko'rganlar Faxriddin Ashurov, Jamolalla Berganov, Isroiljon Tolipov, Sanobar Usmonova, Shuhrat Nodirov, G'ayrat Qalandar, Baxtiyor Suyundiqov, Akromul Hajjayev, Jovli Xushboq, dunyo o'zbeklari ko'rsatuvlari, uning har bir sonini dunyo xalqlari intiq bo'lib katta qiziqish bilan tomosha qilayotir, deydi taniqli yozuvchi va adabiyotshunos olim Jovli Xushboq. Rahmat Jovli aka. Bahrom Abdiyev G'uzordan salom deydi, Nurgulov kitobdan salom deydi, Dilfuza Bozor va Shahrizabsdan salom deydi, Guliston Mamedova Samarqanddan salom deydilar, Olimjon Jurayev Jizzaxdan salom deydilar. Ajoyib yigit ekan bu yigit Isroiljon. Ro'zimurod Jurayev Kattaqo'rg'ondan, Guliston Mamedova, Abdulla Orifning motivatsiya beradigan, ya'ni bolaligimni yodga soladigan she'rlari barchaga orom bag'ishlasa ne tong. Sizga katta rahmat Ismat Mahmudovich. Halima opaning muhabbat abadiyligini yodga soluvchi she'rlarini eshitib maza qiladi kishi, deydilar. Rahmat. Guliston Mamedovaga sog'lik salomatlik tilaymiz. Go'zal Jurayeva, Odiljon Ziyotov, Otabek Toshev, Ishquvvat Ishnayev aka, hurmatli Ismat aka, Samarqandga kelsangiz sizga bir iltimos. Bizni Chorvador tumani Nurobodimizga ham bir keling. Bu yil tumanimizni tashkil etilganligiga 50 yil, yarim asr bo'ldi. Viloyat hokimiga ming rahmat. Bizni qo'shni Tim qishlog'iga kelgandi, arab otani ziyorat qilib, yo'lni remont qilishni va'da qilgandi. Yaxshi bu ishlar amalga oshyapti. Tumanimizning yangi hokimi Maqsud Bo'ronov ham yaxshi harakatchan, halol, pok inson ekan. Ko'pgina xayrli ishlarni amalga oshirmoqda, deydilar. Rahmat. Jamol Ismatov, assalomu alaykum. Yaxshimiz Ismatullo aka, sog' bo'ling. Kattaqo'rg'ondan salom sizga. Mani Ismatullo degan gaplar bilan emas, oddiy Ismat aka deb aytaveringlar. Unaqa tillo, pillo, mullolarni qo'shib o'tirmang. Xoyilova Mehrunisa Jurayevna assalomu alaykum deydilar. G'ayrat Qalandar, Yasin Abdullah, Yasin Abdullah, Xolida Normatova, Do'stmurod Suyunov va boshqalar. Demak, yaxshi. Isroiljon, qani YouTube'dagilarni oldingizmi? Men masalan YouTube'dagilarni hop ololmadim. Yaxshi. Demak, aziz vatandoshlar, dasturimizni mana shu yerda yakunlaymiz. Xo'p, Isroiljon, tashlay oldingizmi? Tashlay olmagan bo'lsangiz, demak, mayli, tashlay olmagan bo'lsangiz, demak, yaxshi. Bitta dutorchi qizlarni eshitamiz, dasturimizga yakun yasaymiz. Va'da berib ko'zi xumor kelmaganingda, ko'zi xumor kelmaganingda, dil bo'zlagay misli tamom kelmaganingda, dil bo'zlagay misli tamom kelmaganingda, kelganmiding yo'llaringga zafirmushtay, kelganmiding yo'llaringga zafirmushtay, rangim somon
qiynamoqlik qasdida kelmagan esan. Qiynoqdagi jonimni sal kelmaganingda jonu jahonim istasang jon bersang Habib ay kelmoqni etkilib yo'q kelmaganingda kelmoqni etkilib yo'q kelmaganingda Demak, aziz vatandoshlar, bugungi dasturimiz mana shu yerda nihoyasiga yetadi. Eslatib o'taman, bugun 5-oktyabr 2025-yil ona vatanimiz O'zbekistonda yakshanba oqshomi cho'kdi. Hozir Toshkent vaqti bilan soat 21:00 bo'ldi. Demak, Mirzo Kenjabekning bitta she'rini o'qib, bugungi dasturga yakun yasaymiz. Hammalaringizga rahmat. Omon bo'linglar. Bugun demak YouTube yana o'chib qolgani uchun biz ikkinchi qismini Facebookda davom etdik va hozir YouTubedan ikkinchi qismini yana YouTubega qo'yamiz va dasturimizga yakun yasaymiz. Hammalaringizga yaxshi, xayrli oqshom tilab, erta otajak oppoq tonglaringiz muborak bo'lishini tilab xayrlashamiz. Omon bo'linglar. Sening yashnab turgan kuylaklaring bor, yodimga soladi xushbo'y kezlarni, hayotning torgina yo'laklari bor, to'qnash keltiradi ba'zan bizlarni. Sen meni ko'rmaysan, payqamaysan hech, o'tasan jimgina boshingni egib. Sen meni sezmaysan, payqamaysan hech, qo'llarim qo'lingga ketsa ham tegib. Tunlar jim kezaman, tinch daraxtzorni, bir qasos sezaman tinch shamollarda. Uzun sochlaringni hasrati bordir, jimjit yig'layotgan majnun tollarda. Axir yonayotgan yuraklaringni qismatim yuziga qarab otsangchi, boshingni xam qilgan gunohlarimni o'zimning bo'ynimga ossangchi. Nega jim yashaysan, sokin yashaysan, sezmaysan, qo'llarim ketsa ham tegib. Olamda men yo'qdek hech payqamaysan, yashaysan jimgina boshingni egib. Men esa tirikman, hayot bag'rida tirik o'kinchilardan yongan qalbim bor. Lekin men bilaman, sening qalbingda o'zimning qarovsiz qolgan qabrim bor. Mirzo Kenjabekdan.